Azizlar, men hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlar umrlaringiz mobaynida bir marta bo'lsa ham tatib ko'rgansizlar. Gap Cheburek haqida ketyapti. Pakanada biz Quvasoydan kelganda, Do'mla boshlanganda, Farg'onadan kelganda, Sitafordan o'tganda Ixlos do'konining o'rniga hozir yangi Cheburekxona o'z ish faoliyatini boshladi. Ertalab 8 dan kechki 6 ga qadar issiq choylar, kofelar, joylari bilan Chebureklarimiz aynan sizlar uchun aziz do'stlar, hammalaringizni taklif qilamiz. Eslatib o'tamiz, yo'lda yoqasida 5 daqiqaga to'xtaysizlar, issiqni pishirib berishadi, tatib ko'rasizlar, tavsiya qilamiz. Hozir biz birgalikda tatib ta'miga ham baho beramiz. Ketdik. Arzon summalari ham hamyonbop, issiqlari bilan, kofelari bilan qani ta'miga birgalikda baho beramiz. Qani, bismillah. Juda mazza. Hammalariga tavsiya qilamiz. Kelinglar, tatib ko'ringlar. Bir marta yursa ham mana shu yo'lda bo'yda ozgina to'xtab, erinmasdan kelinmasda Chebureklarni tatib, o'zlaringiz ham ta'miga baho bering. Mana arzimagan 13 ming so'm pulga azizlar mazali zavqli tayyor bo'ldi. Hammalaringizni kutamiz.